Geografiya va iqtisod fani o'rganishi zarur bo'lgan fanlardandir. Shuning uchun ham mart oyi O'zbekiston umumta'lim maktablarida geografiya va iqtisodiyot asoslari fan oyligi hisoblanadi. Bugun Samarqand shahridagi 55-umumta'lim maktabida ushbu oylikning tantanali ochilish marosimi bo'lib o'tdi. Unda Samarqand shahar xalq ta'lim bo'limi mas'ul xodimlari, shahar maktablarining geografiya va iqtisodiyot fan o'qituvchilari ishtirok etdilar. Открытие месяца географии и экономики городской отдел народного образования сегодня проводит на базе школы 55 города Самарканда. Сегодня учащиеся и учителя покажут свое мастерство, творчество, эрудицию в области этих прекрасных предметов. И сегодня творчески работающие учителя, лучшие учителя школ города провели открытые уроки с использованием новых инновационных технологий. Это будет этап, чтобы во всех школах города этот месяц географии и экономики был проведен на должном уровне. Во всех школах города будут проведены конкурсы «Знаток географии», «Знаешь ли ты экономику», состязания, малые олимпиады. Будут проведены встречи с ведущими представителями вузов. И это все должно способствовать и повлиять на повышение качества знаний учащихся, а также развитие интереса к этим прекрасным предметам, как география и экономика. Maktabning bir qator yuqori sinflarida noan'anaviy tarzda o'tkazilgan ochiq darslar juda qiziqarli va esda qolarli bo'ldi. Unda seminar ishtirokchilari, ya'ni maktablarning iqtisodiyot va geografiya fan o'qituvchilari o'z uslublari va tajribalari bilan o'rtoqlashdilar. Ayniqsa 20-maktabning yosh va tajribali o'qituvchisi Shahlo Salomovaning geografiya fanidan 6-V sinfida o'tkazilgan darsi zamonaviy pedagogik texnologiyalardan keng foydalanganligi uchun qiziqarli bo'ldi. Aziz ustozlarimiz mana kelgan bizdan o'rganishga va biz ulardan olishga harakat qilyapmiz. Bolalarimiz asosan qiziqqani nimadan? Bizlar 6-V sinfni asosan o'qitaman, 5-G, 6-V materiyalar geografiyasi. Bular shunday materiyalar va okeanlar geografiyasiga shunaqa qiziqadi. Dars jarayonida xaritalardan foydalanamiz. Yozuvsiz xarita, atlaslardan foydalanib kelmoqdamiz. Kelajakda bolalarim yetuk geograf bo'lishiga ishonaman. 51-ixtisoslashtirilgan maktabning faol o'qituvchisi Anora Ergasheva tomonidan tashkil etilgan noan'anaviy dars savol-javoblar bilan boshlangani va yig'ilganlar e'tiborini o'ziga jalb etgani bilan ham yuqori baholandi. География – это вся наша жизнь. Хоть многие относятся к этому предмету с некоторым сарказмом, недоверием, но этот предмет – это все, что есть в нашей жизни. Это все, что нас окружает. Вода, земля, воздух, природа, почва, которая нас кормит. Все последние проблемы, которые экологически на сегодняшний день происходят у нас в мире, это все от неграмотности и либо от жадности. Поэтому мы должны подготовить детей к тому, чтобы они, выйдя в свет, выйдя в самостоятельную жизнь, были достойными гражданами мира и соблюдали все правила. Многим детям интересны эти предметы, потому что в 9 классе у нас политическая карта мира. Мы изучаем страны, мы изучаем столицы, мы изучаем традиции и обычаи. В 5 классах у нас идут фундаментальные знания. Детям интересно решение задач, которые мы проводим. Seminar ishtirokchilari uchun Samarqand shahridagi 55-umumta'lim maktabining ushbu yetakchi o'qituvchisi, ya'ni Davayan Alesa Vladimirovnaning maktabning 9-sinfda iqtisodiyot asoslari fanidan tashkil etilgan dars ham yig'ilganlarga manzur bo'ldi. Chunki bu yerda o'quvchilar iqtisodiy masalalar bo'yicha o'z fikr-mulohazalarini mustaqil bayon eta oldilar. Ilmiy bahs-munozaralar avj oldi. Hatto mehmonlar ham dars jarayoniga qo'shilishdi. Мы прошли урок экономики. Урок нам очень понравился. Мы хотели бы, чтобы эти уроки были больше у нас. Мы хотели, чтобы они проводились у нас гораздо больше. То, что во время этих уроков все хотят отвечать, и все отвечают активно, уверенно. Мне очень нравится экономика, я увлекаюсь этим предметом. Ochiq darslardan so'ng tadbir ishtirokchilari yana maktabning faollar zaliga yig'ilib, darslarni tahlil qilishdi. So'ngra 55-maktab o'quvchilari tomonidan ko'ngilochar konsert dasturi namoyish etildi. O'quvchilar o'zlarining esda qolarli chiqishlari bilan yig'ilganlarni xushnud etishdi. Mazkur fanlarning zarurligi haqidagi sahna ko'rinishlarini namoyish etishdi. O'quvchilar tomonidan ijro etilgan kuy-qo'shiqlar va raqslar tadbirga o'zgacha shukuh bag'ishladi.
gullarni, gullarni taratdi sen